Bolalarni qo'llab-quvvatlash jamoat fondi tomonidan tashkil etib kelinayotgan Ezgulik manzili aksiyasi bugun minglab o'g'il-qizning sog'lom hayotga qaytishiga xizmat qilmoqda. Ushbu xayrli tashabbusning navbatdagi manzili Farg'ona viloyati bo'ldi. Inson qadri uchun tamoyili asosida o'tkazilayotgan mazkur tadbirning asosiy maqsadi ehtiyojmand hamda og'ir tashxisli bolalarni tibbiy jihatdan qo'llab-quvvatlashga qaratildi. Bu safar aksiyamiz Farg'ona shahrida bo'lib o'tmoqda. Operatsiyaga muhtoj bemorlar shu joyi o'zida, shu yerdagi vrachlar bilan birgalikda hamkorlikda jarrohliklar amalga oshiriladi. Hamma xarajatlar bolalarni qo'llab-quvvatlash jamoat fondi tomonidan qoplab beriladi. Ommaviy ko'rik jarayonida bolalar urolog, kardiolog, gematolog, pediatr va Toshkent shahridan jalb etilgan boshqa malakali mutaxassislar tomonidan ko'rikdan o'tkazilib, zarur tashxis va tavsiyalar berildi va zarur hollarda malakali mutaxassislar ishtirokida shu joyning o'zida murakkab amaliyotlar o'tkazish ko'zda tutilgan. O'g'lim nevrologiya kasali bor edi, tug'ma operatsiya o'tkazib beramiz deyishyapti. Prezidentimizga rahmat, shunchalik yo'limizni yaqin qilib, bizlarga sharoitlar yaratib bergani uchun. Maqsadimiz bir hafta davomida 200 dan ortiq bolalarni tibbiy ko'rikdan o'tkazish hamda 80 dan ortiq operatsiyani amalga oshirishni reja qilib qo'yganmiz. Avvalambor prezidentimizga rahmat. Mana shu yerga Toshkentdan doktorlar kelyapti deyishib, viloyatga eshitib, mana buyurishdi, keldik. Mana bolamiz nevaram Muhammad Rizoni olib keldik. Ko'zida jichcha nuqsoni bor edi. Hozir ko'zlariga dorilarni qo'yib, yaxshi qilib ko'rishib berdi. Yo'llanma berishdi, shu yo'llanma bilan keldik. Nabiramni operatsiya qilinadigan bo'ldi. Mana shunga hozir tayyorgarlik ko'ryapmiz. Prezidentimizga katta rahmatlar aytamiz. Mazkur aksiya qisqa vaqt ichida minglab insonga chuqurlashtirilgan davo choralarini qo'llagan holda ularni hayotga qaytarayotgan ezgu va samarali tashabbusga aylanib ulgurdi.